tayyorgarliklarni ko'rib kelinglar. Tor yo'llarda 12 metrli avtobusni minasizlar. Juda ham tor yo'llar. Keyin mana shunaqangi adirliklardan iborat yo'llari ko'p. Kurtoy pavorotlar, adirliklar. O'rmonzorlarni ichida manzara chiroyli. Manzaraga qaragani imkoniyat bo'lmaydi. Yo'lga qaramasangiz yana iloji yo'q. Hozir ertalabda mashina kami. Mashina ko'p bo'lsa, ikkita mashina bir-biri bilan o'tib olish uchun qarama-qarshi kelganda hushyor bo'lib o'tish kerak. Katta mashinalar ham ko'p bo'ladi. Furalar kelib qoladi, o'tin daraxtni kesib tashlaydi. Shunda hushyor bo'lish kerak.